muammoli vaziyat kelishida tanlov qonuni nima daxli bor deyishingiz mumkinda. Tanlov qonuni daxli borki, shunaqangi borki, masalan, siz yaqin insoningiz bilan munosabatingiz yaxshi bo'lmay qoldida, bitta qanaqadir g'oya amalga oshirib turadingiz, nimadir qilmoqchi edingiz hayotda, orzularingiz bordi, rejalaringiz bor edi. Shu paytda yaqin insoningiz hayotingizdan yo ketib qoldi, yo munosabatlaringiz yaxshi bo'lmay qoldi. Shunda nima qilamiz biz? Albatta insongida qayg'uga botamiz. Endi men qanaqa yashayman? Men qanday yashayman? Bu endi yaqin insonim ketib qoldi-ku meni hayotimdan. Yoki yaqin insonim bilan munosabatim yaxshi bo'lmay qoldi-ku. Endi menga pul nima kerak? Pul ham kerak emas menga. Rivojlanish ham kerak emas. Menga yaxshi hayot ham kerak emas. Menga baxtli bo'lish ham kerak emas. Men bu insonimsiz, bu yaqin insonimsiz hayotimni tasavvur ham qila olmayman. Bo'ldi, xuddiki meni hayotim mazmuni olib qo'yildi. Bo'ldi, endi meni hayotimda mazmun qolmadi. Siz tanlov qilibordingiz. Ko'ryapsizmi? Ya'ni siz pulsizlikni, siz rivojlanmaslikni hammasini tanlov qilibordingiz. Tanlov qonuni orqali, ya'ni siz hayotingizga mana shu narsalarni kirgizishni boshladingiz. Ko'pincha insonlar, ya'ni men mana ko'p konsultatsiyalar, coachlar o'taman. Juda ham ko'pchilik shu tanlov qonunida, masalan, onasidan, otasidan ayrilganda yoki yaqin insonidan, yaqin sevgan insonidan ayrilganda yoki aka-ukasidan, farzandidan ayrilganda mana shu tanlov qonuni orqali o'zini hayotiga ko'p narsani tanlab qo'yadi. Tanlab qo'yganimiz asosida hayotimizga shu vaziyatlar kelaveradi. Biz ular tushunmaymizda, ha, men endi pulsiz bo'lib qoldim. Endi shu ham yetmay qoladi. O'zi yaqinimdan ayrildim. Hayotim mazmuni yo'qolib qoladi. Endi pulsiz ham bo'lib qoldim deb o'tiramiz. Aslida biz tanlab olgan bo'lamizda. Shuning uchun bunaqa vaziyatda darhol tanlov qilish kerak. Menga pullar kelaversin. Men yashashga tayyorman. Men borliqqa hamma narsa berishga tayyorman. Masalan, hattoki og'ir kasallik holatida ham, masalan, kasallik holati. Nega og'ir kasalliklar beriladi? Demak, kasallik ham mavjud emas. Tanadagi har qanaqa kasalliklar bu bizni o'y-xayollarimiz natijasi. Demak, biz o'y-xayolimizda, ya'ni tanlov qonuni orqali qaysidir ma'lum bir vaziyat orqali, masalan, 10 yil ishladingizda pul topdingiz deylik. Necha pul topdingiz? Misol uchun $30,000 pul topdingiz. 10 yil ishlab. Yig'ib-yig'ibda, endi o'zingizni xarajatlaringizdan tashqari $30,000 yig'dingiz. Shu summaga nimadir olmoqchi edingiz. Lekin bitta yaqin tanishingiz keldida, mana ke birga biznes qilamiz, birga ish qilamiz dedi, u pulni olib ketib qoldi. Hozir juda ham ko'p uchrayib turgan holatlardan biri. Olib ketib qoldi va shu paytda nima deysiz? Ya'ni bo'ldi, endi olib kelmayapti. Yo'q, umuman yo'q. Bu paytda nima deysiz? Yashamayman ham. O'lgim kelyapti. Yashamoqchi emasman endi. O'zi 10 yilda zo'rg'a topgan edim. Nega? Ya'ni hech narsa qilmasdan, yemasdan, ichmasdan, hech narsaga, hech kimga bermasdan topgan pulim edi. Va bu pulni olib ketdi endi. Yo'q endi, yana men hozir shu pulni topishim uchun men ancha mehnat qilishim kerak. Endi pul yo'qmi? Endi men yashashni xohlamayman deb tanlov qilaverasiz. Tanlov qilaverganingizda tanlov qonuni orqali nima yuzaga keladi? Kasallik, infarkt, insult va yana og'ir xastaliklar. Bu payti ham tanlov qonuni orqali yo'q, men yashashni xohlayman darhol. Ya'ni bunaqa og'ir kasalliklarda inson darhol tanlov qilish kerakki, ya'ni borliqqa aytish kerakki, baland ovozda men tanlov qilaman, men yashashga tayyorman, men yana pullar topishga, yana kengayishga, yana xizmat qilishga, yana insonlarga o'zimdan hamma narsa berishga, insonlarga xizmat qilishga, insonlarga o'zimni kuchim bormi, nima bo'lsa, ya'ni nimam bo'lsa shu planetaga berishga tayyorman. Men tanlov qilaman yashashda deb tanlov qonuni orqali tanlov qilish kerak.